Ey qizlar, nima qilyapsizlar sizlar? Qayoqqa qarab ketyapsizlar? Fa ayna tadhhabun? Alloh taolo Qur'onda shunaqa savol beradi. Qayoqqa ketyapsizlar? U keyingi bekat jahannam bo'ladi. Oila parokanda bo'ladi. Bu ya'ni yashirincha tuzilgan nikohlarda baxtli oila juda kam uchraydi, uchramaydi ham. Yashirin nikoh bilan nikohlangan oilalarda baxt bo'lmaydi. O'y qizlar. Ota-ona juda yaxshi biladi u qizni qatga turmushga bersa baxtli bo'lishligini. 18-19 ga kirgan qiz nimani biladi? Nima tajribasi bor uni hayotdan? Nimani to'g'ri qaror qila oladi u? Kuylagini to'g'ri qilib kiyish bilmaydi hali. Hanafiy mazhabi bo'yicha nikohlanmoqchimisiz? Bu o'zingizga kerak joyini olib, mana badiiy shart emas ekan deb shart turmushga chiqib ketavermang. Sizni baxtingiz, sizni kelajagingizni otangiz, onangizdan ko'ra ko'proq o'ylaydigan odam yo'q. Sizga sovchi bo'layotgan yigitni aksariyati qorni och bo'riga o'xshaydi. Qorni to'ygandan keyin orqaga qarab ketadi.